Bugungi kunda yurtimizda inson salomatligiga bo'lgan munosabat butunlay yangi bosqichga ko'tarilgan. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimiz tibbiyotida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi texnologiyalar, yuqori malakali mutaxassislar va zamonaviy muassasalar orqali aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam jihatidan mutlaqo yangi pog'onaga ko'tarildi. Samarqand shahridagi Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali bu boradagi yutuqlarning yaqqol misolidir. Ushbu markaz nafaqat yurtimizda, balki butun mintaqada tengsiz tibbiy muassasalardan biri sifatida tan olinmoqda. Bu yerda amalga oshirilayotgan murakkab jarrohlik amaliyotlari, innovatsion davolash usullari va insonparvar yondashuvlar har qanday bemorga umid bag'ishlaydi. Xususan bugungi kunda filial tarkibidagi reabilitatsiya va tibbiy turizm bo'limi orqali nafaqat mamlakatimiz fuqarolari, balki xorijlik bemorlar ham sifatli va zamonaviy tibbiy xizmatlardan bahramand bo'lmoqdalar. Total endoprotezlash, revizion amaliyotlar, SVF terapiyasi va osteosintez kabi yuqori darajali jarrohlik ishlari xalqaro standartlar asosida amalga oshirilmoqda. E'tiborga molik jihati shundaki, har bir bemorga faqat tibbiy muolaja ko'rsatilmaydi, balki uning hayotga qaytishi uchun psixologik va jismoniy reabilitatsiya ishlari ham olib boriladi. Bu tibbiyotimizdagi insonparvarlik tamoyilining amaldagi ifodasidir. Filialda xizmat qilayotgan shifokorlar Islom Napasov, Vladimir Pak, Ulug'bek Rahmonov, Azizbek Qahhorov va Komiljon Vahobov kabi malakali mutaxassislar o'z bilim va tajribalarini bemorlar salomatligi uchun bag'ishlab kelmoqdalar. Respublika ixtisoslashgan travmatologiya ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali da bizning o'sha bo'limimiz joylashgan, ya'ni reabilitatsiya va tibbiy turizm bo'limi. Bizning bo'limimiz asosan shu kattalar ortopediyasi bo'limi bo'lib, bunda shu bizda asosan o'tkaziladigan amaliyotlar, ya'ni chanoqson bo'g'imlari, tizza bo'g'imlari kasalliklarida, ya'ni koks artrozlar, tizza bo'g'imlari deformatsiya artrozlarida o'sha bo'g'imlarda asosan endoprotezlash amaliyotlari bizning bo'limda ko'p keng qo'llaniladi. Bundan tashqari biz tug'ma kasalliklar, ya'ni sonlarning tug'ma chiqishlari va boshqa tug'ma kasalliklar davolashda shu asosan bizning bo'lim faoliyat yuritadi. Bunda bizda shu har xil bemorlarda har xil shu operativ davolash usullari qo'llaniladi va konservativ davolash usullari qo'llaniladi. Markazning faoliyati 100 yillar tarixiga tayanadi. Uning shakllanishida professorlar Aronzon, Gilyakov, O'rinboyev va To'rayevlarning hissasi beqiyos. Turli yerlarda bo'limni boshqargan rahbarlar ham o'z bilim va salohiyatlari bilan muassasaning rivojiga xizmat qildilar. Bugun esa bu maskan shunchaki shifoxona emas, u minglab insonlarga umid, salomatlik va hayot kayfiyatini bag'ishlovchi dargohga aylangan. Bu esa mamlakatimizda tibbiyot sohasiga bo'layotgan yuksak e'tiborning amaliy natijasidir. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Samarqanddagi ushbu markaz faqat tibbiy muassasa emas, u yurtimizdagi tibbiyot qanday darajaga ko'tarilayotganini, sohaga qancha yuksak e'tibor qaratilayotganini namoyon etuvchi tirik guvoh, zamonaviy taraqqiyot ramzidir. Bu misolida yana bir bor shunga amin bo'lamizki, inson salomatligi davlat siyosati va jamiyat taraqqiyotining yuragidadir. Bizlarda shifoxonamiz Respublika ixtisoslashgan travmatologiya ortopediya ilmiy amaliy tibbiy markaz hisoblanadi. Markazimizda 300 da ziyod bemorlar davolanadi. Mana bizning bo'limimiz 1984-yilda ochilgan, 30 koykaga mo'ljallangan. Bo'limimizda har xil kasallar yotadi. Ayniqsa bu yerda mana bu yirik bo'g'imlarda shikastlanishi hamda sachetini qo'shma travma bilan og'ir holatda kelgan bemorlar yotadi. Bu yotgan bemorlarni bizlar kelganda qabul qilib olib, birinchi ixtisoslashgan yordam ko'rsatib, bemorlarga davolash rejasini ishlab chiqaramiz. Konservativ yoki operativ davolash kerakliklarini tushuntirib aytamiz.